Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Ozod Bozor kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, anchadan beri ko'rishmadik, ahvollari yaxshimi? Ko'pchilik bizni kommentariyalarga yozibdi, anchadan beri video chiqarmay qo'ydingiz deb do'stlar. Tez orada video chiqarishni boshlaymiz yana. Foydali videolar, bir ikkita short video qo'ydik. Kanalimiz ancha aktivi tushib ketgan do'stlar, shuning uchun prosmotr olmayapti. Endi bu kanal sizlar yordamlaringni ko'taramiz. Albatta har bir videoga da oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishlaringni so'rayman do'stlar. Ko'pchilik savollarga ham orada javob berib o'tib ketay. Ko'pchilik YouTubedan rostdan ham daromad qilsa bo'ladimi, o'zi harakat qilsa deb o'ylaydi. Albatta harakat qilsa bo'ladi do'stlar, faqat sizdan bitta narsa qunt kerak. Bunga masalan bitta kanal ochdingizmi, 30 kun video qo'yaman deb o'zingizga oldin va'da bering yoki oldin videoni tayyorlab oling do'stlar. Ko'pchilik o'zimda ham bo'lgan holat, masalan yangi kanal ochganman, 2 kun 3 kun yuritganman, prosmotr 0 bo'lgan, 10 ta video qo'yganman 3 kunda. Kanalni tashab ketganman. Shunaqa bo'lgan boshida menda ham. Keyin o'rganib bordim do'stlar. Siz ham shu orqali o'rganib boring. Birinchi yoki 30 kunlik videongizni tayyorlab oling. Masalan, bittadan qo'yaman, siz bittadan, ikkitadan qo'yaman, siz ikkitadan videoni 60 ta yoki 30 ta video tayyorlab olib, keyin boshlang xohlasangiz agar. O'zingizga ishonmagan taqdiringizda kunlik o'sha videolar joylab boraverasiz. Zato sizda video tayyor. Prosmotr olmasa ham 30 kun ichida bitta videongiz yaxshi prosmotr olib, qolganlarini ham tortib ketishi mumkin do'stlar. Keyin ba'zi savollar, kanal analitikasini ko'rib bering, analiz qilib bering kanalda deydiganlarga do'stlar, shu video kommentariyasiga yozib qoldirsalaring, kanalingizni analiz ham qilib beramiz. Unaqa xizmatlarimiz ham bor, nomer tasdiqlash xizmatimiz bor. Keyin ko'pchilikga kerak bo'ladigan xizmat, ko'pchilik nomer topishga qiynalar ekan. Bizda shu xizmatni yo'lga qo'ydik. Bemalol kommentariyaga yozsalaring, narxlari bilan ham gaplashamiz do'stlar. Keyin Amerika kanal ochish xizmati bizda mavjud, bilasizlar. Narxi 179 ming so'm. Hozirgi kunda skidkada bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zimiz hammasini noldan qilib, nastroykalarni to'g'irlab, nomer bilan tasdiqlab ham beramiz do'stlar. Buni xizmatimizni ham ichiga qo'shib qo'ydik sizlarga bonus sifatida. Foydalanmoqchi bo'lsalaring, kommentariyasiga yozib qoldiringlar do'stlar. Keyin kontent ko'pchilik kanal ochgan, nastroykasi do'stlar juda ham video opisaniyasi xato, kanaldagi taglar umuman boshqa yozilgan do'stlar, unaqa ketmaydi. Yo'nalishingiz bormi o'zingizda? O'sha yo'nalish bo'yicha taglar, hashtaglar yozing va opisaniyani har bir videoga, o'sha videoga doir qilib opisaniya yozing. Masalan, 4 qator opisaniya yozib qo'ysangiz yetadi. Bir bet qilib ko'pgina yozish shart emas do'stlar. O'sha video nomi, masalan, Tailscope yo'nalishida video yoki Skibidi Toilet, endi oldingi mavzularni oladigan bo'lsak, o'shaning yo'nalishda kontentmi, xuddi o'shanaqa mavzusi ham xuddi o'sha opisaniyasida bo'lishi kerak do'stlar. Birinchi video nomi qanaqa qo'ygansiz, xuddi o'shani opisaniyaga ko'chirib qo'ying. Keyin tagiga yana 3-4 qator so'z yozib qo'ying. Keyin 2-3 ta yana o'sha videoga doir hashtaglarni qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi do'stlar. Shunaqa qilib kontent qilsangiz bo'ladi. Albatta kanalda hamma yo'g'ini to'ldirib, chiroyli qilinglar. Chunki kanal dizayni, opisaniyasi, tavsif, taglar hammasi muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda YouTube'da bilasizlar, rekomendatsiyaga chiqishingiz uchun albatta ozgina qiyin bo'lib qoldi. Oldin video qo'ydingiz, prosmotr olib ketaverardi. Hozir lekin unaqa kamdan kam holatda to'g'ri kelyapti. Chunki hozir hamma YouTube'dan daromad yaxshiligini bildi do'stlar. Ko'pchilik YouTube bilan shug'ullanyapti. Masalan, bitta yo'nalishda oladigan bo'lsangiz, bitta yo'nalishda sizga konkurensiya juda ham ko'p. Siz bu konkurensiyadan chiqish uchun do'stlar faqat monetizatsiyaga ishonib qolmaslikni maslahat beraman. Chunki monetizatsiyani do'stlar faqat o'zidan daromad qilish ancha muammoli. Chunki siz yangi YouTube'ga endi kirib keldingiz yoki 1-2 oy bo'ldi, yaxshi tushunmaysiz. Videolaringiz prosmotr olmayapti, keyin YouTube'da tashab ketishingizga olib keladi. Siz kanal oldi sotdi bilan shug'ullaning yoki masalan YouTube kanal oching, o'zbek kanal qilib videolar, futbol yo'nalishida kontent qilsangiz bo'ladi do'stlar. Shorts yo'nalishida kanal ochasizlar. Videolardagi eng qiziqarli golli vaziyatlar 2-3 soniyasini shorts videolardan kesib olib, bitta videoga jamlab 15-20 soniyalik shorts kanal qilib video joylasangiz do'stlar, juda ham yaxshi prosmotr bo'ladi. Albatta mashhur futbolchilarni o'sha gol urgan vaziyati yoki himoyadagi o'rnini ko'rsatib juda ham yaxshi videolar qilsangiz do'stlar, tezroq prosmotr, tezroq obunachi olib keladi. Keyin uni masalan 1000-2000 ta obunachi qilsangiz, bemalol sotib daromad qilib turishingiz mumkin. Albatta monetizatsiyaga ulangunizcha. Bu qo'shimcha daromad sifatida aytib o'tyapman sizlarga. O'zim ham shu yo'nalishlardan foydalanganman do'stlar. Hozir ham foydalanib kelaman. Eng yaxshi yo'nalish bu top yo'nalish, futbol yo'nalishi eng yaxshisi. Nimagaki, futbol millionlar o'yinida bekorga aytmayman do'stlar.
juda ham video qo'yasiz, masalan 2-3 kunda уже prosmotr olishni boshlaydi. Faqat siz to'g'ri futbolchini tanlashingiz kerak va to'g'ri qiziqarli video qilishingiz kerak. Shunaqa qilib ham daromad topsangiz bo'ladi do'stlar. Keyingi daromad usullarini ham aytib o'tsam, YouTube'da daromad usullari juda ko'p. Siz faqat masalan bitta yo'nalishni o'rganinglar do'stlar. O'zingizning xizmatingizni sotishni o'rganing. Shu orqali YouTube orqali o'z videolaringizni chiqarib, birinchi odamlarga o'rgatib, keyin xizmatlaringizni sotish orqali ham daromad qilsangiz bo'ladi. Keyin masalan har xil mahsulotlaringizni reklama qilib YouTube'da bitta kanal o'zingiz uchun kanal ochib, yuritishni boshlang. O'zbek auditoriyasiga ham keyin bitta Amerika kanali ochib yuritsangiz ham bo'laveradi. Qo'shimcha monetizatsiyaga ulangunizcha shunaqa qilib daromadlar qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Savollar juda ham ko'p. Yana savollaringiz bo'lsa, video opsiyasida yozib qoldiringlar do'stlar. Xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.